Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizning mavzusi o'z-o'zini boshqarish va samaradorlik uchun javobgarlik. Demak, darsimizda quyidagi 6 ta reja bo'yicha darsimizni davom qildiramiz. Birinchi rejamiz bu o'z-o'zini boshqarish asoslari. Ikkinchi reja vaqt, maqsad, boshqarish. Uchinchisi motivatsiya va odatlar kuchi. To'rtinchisi diqqat, energiya menejmenti. Beshinchisi javobgarlik va baholash tizimi. Oltinchisi muvaffaqiyat strategiyalari. O'z-o'zini boshqarish nima? O'z-o'zini boshqarish bu shaxsning o'z fikrlari, his-tuyg'ulari, vaqti va xatti-harakatlarini ongli ravishda nazorat qila olish qobiliyatidir. Bu mahorat hayotda muvaffaqiyatga erishishning asosiy kaliti hisoblanadi. O'z-o'zini boshqarishda nazorat va rivojlanish eng muhim qismi hisoblanadi. Demak, nima uchun maqsadga erishish, vaqtni tejash, kuch-quvvat, stressni kamaytirish muhim hisoblanadi. Maqsadga erishish bu aniq maqsad qo'yib, uni amalga oshirish imkonini yaratib beradi. Vaqtni tejash har bir soatdan maksimal foyda olish yo'lini ochadi. Kuch-quvvat energiyani to'g'ri taqsimlab, charchashni kamaytiradi. Stressni kamaytirish hayotdagi qiyinchiliklarni osonroq hal qilishga yordam beradi. Endi 5 ta asosiy tamoyil mavjud. Ko'rib olishlaringiz mumkin. Birinchisi o'z-o'zini anglash, ikkinchisi intizom, uchinchisi mas'uliyat, keyingisi izchillik va oxirgisi moslashuvchanlik hisoblanadi. Endi javobgarlik tushunchasi mavjud. Javobgarlik qanday bo'ladi? Demak, o'z harakatlari uchun javob berish, oqibatlarni qabul qilish, shaffoflik va halollik, ishonchlilik va va'daga vafoga bo'linadi. Endi samaradorlik nima? Samaradorlik to'g'ri ishlarni to'g'ri usulda bajarish hisoblanadi. Samaradorlikni o'lchash mavjud. Demak, bunda rejani bajarish 85%, sifat 90%, vaqtni tejash 70%, energiya 75% ni o'z ichiga oladi. Samaradorlik ko'rsatkichlari muntazam o'lchab borilishi kerak. Bu raqamlar muvaffaqiyatga borgan yo'lingizni ko'rsatib beradi va motivatsiyani oshirishda yordam beradi. Endi vaqtni boshqarish. O'zi vaqt nima? Vaqt eng qimmatli resursimiz hisoblanadi. Uni qayta tiklash imkoni mavjud emas. Samarali insonlar vaqtni pul kabi boshqaradi. Demak, vaqtni boshqarishda quyidagi 4 ta reja tuzish orqali amalga oshirishimiz mumkin ekan. Demak, birinchisi bu har kuni reja tuzing. Ikkinchisi muhim vazifalardan boshlang. Uchinchisi vaqt bloklaridan foydalaning. To'rtinchisi distraksiyalarni cheklang. Endi bu yerda vaqtni boshqarish uchun Eisenhower matritsasi mavjud. Demak, birinchisi bu muhim, shoshilinch. Ikkinchisi muhim, shoshilinch emas. Keyingisi muhim emas, lekin shoshilinch va oxirgisi muhim emas va shoshilinch ham emas. Endi har birisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, muhim va shoshilinchda hoziroq bajarishingiz zarur bo'lgan ishlarni bu qismga qo'ysangiz bo'ladi. Muhim, shoshilinch emasda rejalashtirishingiz kerak, lekin keyinchalik bajarsangiz bo'ladigan ishlarni qo'yishingiz mumkin. Muhim emas, lekin shoshilinch bo'limida topshiriq boshqalarga berish orqali bajarilsa ham bo'ladi. Muhim ham emas, shoshilinch ham emas bo'limida bo'lsa, kerak emas bo'lgan vazifalarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu slaydda ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Vaqtni o'g'irlovchi narsalar mavjud. Birinchisi bu ijtimoiy tarmoqlar. Bunda kuniga o'rtacha 3 soatdan vaqtimizni ketkazishimiz mumkin ekan. Keraksiz suhbatlar bunda diqqatni chalg'itadi va energiyani yo'qotishda yordam beradi. Keyingisi elektron pochta. Har 10 daqiqada tekshirib turish samaradorlikni 40% gacha kamaytirishga olib keladi. Ortiqcha media miya passiv holatga o'tadi, ijodiylik susayadi. Keyingisi qaror qabul qilmay qolish. Bunda vazifani keyinga qoldirish vaqt va energiyani isrof qiladi. Va oxirgisi internet surfing. Bunda rejasiz internet ko'rish soatlarni yutib oladi. Quyidagi
narsalar tufayli vaqtimizni o'g'irlab, vaqtimizni boshqara olmay qolishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu slaydda ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Smart maqsadlar nima? Ya'ni smart har bir harfni o'zini nimasi ma'nosi mavjud ekan. Demak, smart specific, aniq, measurable o'lchanadigan, achievable erishish mumkin, relevant dolzarf, time bound muddatli ma'nosini bildiradi. Smart maqsadlar qo'yish orqali siz o'z rejalaringizni aniq va bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar qatoriga kiritasiz. Bu uslub dunyo bo'ylab millionlab muvaffaqiyatli odamlar tomonidan qo'llaniladi. Endi har birsini ko'rib chiqadigan bo'lsak, specific, ya'ni aniq. Bunda maqsad juda aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Yaxshi o'qiyman emas, balki matematikadan 90 ball olaman deyish to'g'ri. Ya'ni aniq maqsad qo'yishimiz zarur bo'ladi. Bunda aniqlik sizga qayerga va qanday borish kerakligini ko'rsatib beradi. Yana bir misol sifatida aytishimiz mumkin. Yaxshi sport bilan shug'ullanaman emas, har kuni ertalab 6:00 dan 6:45 gacha yuguraman degan aniq qaror qo'yishimiz zarur hisoblanadi. Ikkinchisi bu measurable, ya'ni o'lchanadigan. Maqsadingizni o'lchanishi lozim hisoblanadi. Ya'ni bunda raqamlar, foizlar, natijalarga asoslanib. Ko'p kitob o'qiyman emas, yoki bo'lmasa o'lchab bo'lmaydi, lekin oyga 2 kitob o'qiyman o'lchanadi. Bu sizga taraqqiyotni kuzatish imkonini beradi. Endi bunga misol sifatida aytishimiz mumkin. Ko'proq pul tejayman emas, balki har oy 500 ming so'm tejayman kabi aniq maqsadni qo'yishingiz, o'lchab maqsadni qo'yishingiz zarur hisoblanadi. Keyingisi achievable, ya'ni erishish mumkin. Bunda maqsad haqiqiy va imkoniyatlaringizga mos bo'lishi kerak. Juda baland maqsad umidsizlikka olib keladi. Hozirgi holatdan bir qadam oldinga borish eng to'g'ri yondashuv hisoblanadi. Bunga misol sifatida bir oyda 20 kilogramm ozaman emas, balki 3 oyda sog'lom ovqatlanib 6 kilogramm ozaman degan aniq erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni qo'yishingiz lozim hisoblanadi. Keyingisi relevant, ya'ni dolzarb. Bunda maqsad hayotiy qadriyatlaringiz va katta maqsadlaringizga mos kelishi zarurdir. Begona odamning maqsadini ko'chirmang. O'zingizga nima muhimligini aniqlang va shu yo'nalishda harakat qiling. Ya'ni misol sifatida aytishimiz mumkin. Agar doktor bo'lmoqchi bo'lsangiz, biologiya olimpiadasiga tayyorlanishingiz dolzarb hisoblanadi. Keyingisi time bound, ya'ni muddatli. Maqsadning aniq muddati bo'lishi lozim hisoblanadi. Muddatsiz maqsad faqat orzu bo'lib qoladi. Someday kuni hech qachon kelmaydi. Aniq sana qo'ying va o'sha sanaga qadar intilishni boshlang. Misol sifatida ingliz tilini o'rganaman emas, balki 31-dekabrgacha IELTSdan 6,5 ball olaman degan aniq muddatli maqsad qo'yishingiz zarur bo'ladi. Endi bu slaydimizda ko'rib olishlaringiz mumkin. Motivatsiyaning asoslari. Motivatsiya quyidagilarga bo'linadi. Demak, bu maqsad, qadriyatlar, muhit va o'sishni o'z ichiga oladi. Motivatsiya bu harakatga undovchi kuch. U ichki yoki tashqi omillar orqali vujudga keladi. Har kim o'zini motivatsiya manbaini topib olishi lozim hisoblanadi. Motivatsiya ichki va tashqi motivatsiya bo'linadi. Ichki motivatsiya quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi qiziquvchanlik, o'sishdan lazzatlanish. Keyingisi qadriyatlarga mos harakat. To'rtinchisi o'z-o'zini hurmat qilish va oxirgisi beshinchisi ijodiy qanoat hisoblanadi. Tashqi motivatsiya quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi mukofot va bonus, ikkinchisi tan olinish, uchinchisi baho va unvon, to'rtinchisi ijtimoiy maqom, beshinchisi bosim va raqobatni o'z ichiga oladi. Demak, prokrastinatsiya nima? Prokrastinatsiya bu muhim vazifalarni ataylab keyinga qoldirish odati hisoblanadi. Demak, bu o'z navbatida quyidagilarga bo'linadi ekan. Birinchisi bu qo'rquv, ya'ni muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish. Keyingisi